Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. O'zbekistonliklar endi Rossiya o'rniga ko'proq Yevropaga ketishmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Prezident Shavkat Mirziyoyevga tashqi mehnat migratsiyasi tizimi takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida yo'lga qo'yish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida axborot taqdim etildi. So'nggi yillarda fuqarolarni chet elga mehnat maqsadida tizimli ravishda yuborish yo'lga qo'yilgani natijasida mamlakatda mehnat bozori kengayib bormoqda. O'zbekistonliklar asosan yuqori maoshli ish o'rinlariga ketmoqda. Shunga qaramay 2016-yilga nisbatan xorijda ishlayotganlar soni kamaygan bo'lsa, ular yuborgan pul mablag'lari 3,8 milliard dollardan 2025-yilning 10 oyida 15,8 milliard dollargacha oshdi. Taqdimotda ayni paytda xorijiy bozorda malakali kadrlar jiddiy talab borligi ta'kidlandi. Hozir 140 ming mutaxassis uchun buyurtma mavjud. Ammo til va kasbiy malaka bo'yicha talabga javob beruvchi mutaxassislarni tayyorlashda yetarlicha ish qilinmagani aytildi. Shuningdek, migratsiya xizmatlari turli joylarda tarqoq bo'lgani uchun fuqarolar qiyinchilikka uchrayotgani qayd etildi. Shu bois sohadagi barcha xizmatlarni tartibga solish va yagona darcha tartibida birlashtirish vazifasi qo'yildi. Prezident taqdim etilgan takliflarni ma'qullab, mehnat migratsiyasi bo'yicha jarayonlarni yanada qulay va xavfsiz shaffof qilish yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar berdi. Rossiyada ishlayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi fuqarolari uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasi rossiyaliklar uchun bo'lgani kabi bo'ladi. Tegishli qonunni senatorlar ma'qullagan. Ilgari ular uchun yagona 30 stavka amal qilardi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Tamojniy soyuz 2015-yilda tashkil etilgan. Unga hozir Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya a'zo. O'zbekiston esa kuzatuvchi davlat. 1 dekabrdan boshlab Rossiya migrantlarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan yangi qoidalarni joriy etadi. Asosiy o'zgarishlar chet elliklarning biometrik ma'lumotlari va to'g'ridan-to'g'ri chegarada to'planishidir. Barmoq izlari va raqamli fotosuratlar zarur jihozlarga ega bo'lgan nazorat punktlarida olinadi. Ushbu tartib 2025-yil 1 dekabrdan boshlab 2026-yil 30-iyungacha amal qiladi. Ilgari tajriba Moskvaning Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo, Zhukovskiy aeroportlari, shuningdek Orenburg viloyatidagi Mashtakova nazorat punkti bilan cheklangan edi. Endi u barcha Rossiya chegaralariga kengaytiriladi. Maqsad migrantlarning raqamli profilini yaratish va ularning mamlakatda qolishini osonroq kuzatishdir. Hujjatga ko'ra, tajriba 1 dekabr kuni soat 00 da boshlangan va 2026-yil 30-iyun kuni soat 23:59 gacha davom etadi. Belarus fuqarolari 6 yoshgacha bo'lgan bolalar, diplomatlar va xalqaro tashkilotlar xodimlari oilalari bilan majburiy biometrik ma'lumotlarni topshirishdan ozod qilingan. Rossiyada avtomobil boshqarayotgan migrantlarga nisbatan yana bir qoida qo'llaniladi. 1 dekabrdan boshlab ularga yozgi shinalarda mashina haydash uchun jarima solinadi. Jarima 500 rublni tashkil qiladi. Yakshanba kuni kechqurun Sankt-Peterburgdagi Grajdanskiy prospektida uylardan birida fojia yuz berdi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan birining fuqarosi bo'lgan 38 yoshli erkak Kalinskiy tumanidagi ko'p qavatli uyda o'tkazilgan ichkilikbozlik paytida og'ir jarohat oldi. U og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqea haqida Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar vazirligining bosh boshqarmasi xabar bergan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, kvartirada yana bir muhojir bo'lgan. U jabrlanuvchi va 2 odam, erkak va ayol birga spirtli ichimliklar ichganliklarini aytgan. Erkakning aytishicha, u yana aroq olib kelish uchun do'konga qaytgan.
qaytganida do'stini pichoqlangan holda ko'rgan. Juftlik esa g'oyib bo'lgan. Bu guvoh politsiya bo'limiga olib ketilgan. U yerda unga migratsiya ro'yxatidan o'tish paytida yolg'on ma'lumot bergani uchun ma'muriy bayonnoma tuzilgan. Keyinchalik Ichki ishlar vazirligi xodimlari gumondorlarni aniqlab hibsga oldi. Ular qurilish kompaniyasida ishlaydigan 43 yoshli erkak va uning 33 yoshli ayol sherigi bo'lib chiqdi. Erkakka mayda bezorilik uchun, ayolga esa migratsiya ro'yxatidan o'tish paytida yolg'on ma'lumot bergani uchun ma'muriy huquqbuzarliklar ayblovlari qo'yildi. Hozirda ikkalasi ham maxsus hibsxonada saqlanmoqda. Jinoyat ishi qo'zg'atish yoki qo'zg'atmaslik to'g'risida qaror qabul qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Noma TV telekanaliga bergan intervyusida Rossiyaning migrant ishchilarga munosabatini tushuntirdi. Uning so'zlariga ko'ra, migrantlar Rossiyaga rossiyaliklarning g'ashini keltirmasagina kelishi mumkin ekan. Putin agar kimdir Rossiyada ishlashni istasa va u Rossiya qonunlari va urf-odatlari bo'yicha yashashga, ijtimoiy imtiyozlardan foydalanishga va mamlakatni va u yerda yashovchi odamlarni hurmat qilishga tayyor bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Shuning uchun Rossiya migratsiyaga ruxsat beradi, ammo ma'lum shartlar ostida. Migrantlar mas'uliyatli bo'lishlari va ruslar ham migrantlar uchun qulay va adolatli muhitni ta'minlashlari kerak. Rossiyada ishlashni istaganlar uchun bu signal. Keling, lekin nafaqat ish muhimligini, balki yashayotgan joyingizni ham hurmat qilishingiz kerakligini tushuntirdi. Rossiyaliklar uchun esa bu agar hamma narsa to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, migrantlar muammo emasligiga ishora sifatida qabul qilishi mumkin. Moskvaliklar WhatsApp ishlamasdan shikoyat qilmoqda. Ba'zi foydalanuvchilar Wi-Fi yoki mobil internet orqali messenjerda xabar yubora olmayapti. Rossiyada ekstremistik deb topilgan va taqiqlangan Beta kompaniyasiga tegishli bu ilova hozirda Rossiyada umuman ishlamasligidan ko'pchilik shikoyat qilishmoqda. Tomsk viloyati migrant ishchilar uchun patent narxini oyiga 10.500 rublgacha oshirishni rejalashtirmoqda. Bu mintaqaviy byudjet daromadlarini taxminan 50 million rublga ko'paytirishi mumkin. Ushbu hisob-kitoblar viloyat dumasi yig'ilishida muhokama qilindi. Qonunga ko'ra patent narxini mintaqalarning o'zi belgilaydi. Tomsk viloyati hokimiyati bu o'sishni migrantlar mahalliy aholidan olinadigan daromad solig'iga teng miqdorda to'lashlari kerakligi bilan izohlagan. Shuningdek, mintaqaviy xorijiy fuqarolarning farzandlari sog'liqni saqlash va ta'lim olish uchun xarajatlarni ham hisobga olgan. Deputatlarning ta'kidlashicha, patentlardan olinadigan umumiy daromad 2026-yil taxminan 440 million rublga yetishi mumkin. Yakuniy qaror keyingi yig'ilishda qabul qilinadi. 160 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiyaning nazoratidagi shaxslar reyestrdan chiqarildi. Bu haqda O'zbekiston TIV konsullik huquqiy departamenti attashesi Timurbek Hamidov ma'lum qildi. Reyestrdan chiqarilganlarning 70 mingdan ortig'i huquqiy maqomini rasmiylashtirgan, qolganlari Rossiyadan chiqib ketgan. 2025-yil 9 oyda Rossiya Federatsiyasidagi diplomatik vakolatxonalarda 50.172 ta murojaat ko'rib chiqilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlar hozirda Rossiya tomonda turib, Ukrainaga qarshi urushda jang qilmoqda. Ba'zilari bosim va deportatsiya tahdidi ostida frontda xizmat qilishga majbur bo'lsa, boshqalari esa pul topish yoki hujjatlarni yaxshilashni o'ylab shartnoma imzolagan. 2024-yil iyun oyida Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikning Rossiya fuqaroligini olgan 10 minglab odamlar harbiy xizmatga majburan ro'yxatga olinayotgani va ulardan taxminan 10 ming nafari frontga yuborilganini aytdi. U buni migratsiyaga qarshi kurash chorasi deb tushuntirgan. Bu odamlardan biri 45 yoshli Shavkat Mashrapov. O'zbekistonda tug'ilgan u Rossiya televideniyasi dasturlari va vatanparvarlik ruhidagi targ'ibotlarga ishonib o'zi harbiy ro'yxatga olish va chaqiruv bo'limiga borgan. Shartnoma imzolagandan so'ng u Rossiya fuqaroligini olgan, ammo endi qarordan afsusda ekanligini va Rossiya prezidenti harbiy prokuratura va mudofaa vazirligiga murojaat qilish orqali harbiy xizmatdan bo'shay olmayotganini aytadi. U oilasini 2 yildan beri ko'rmaganini va armiyadan ketish imkoniyatini so'raganini ta'kidlaydi.
Bu inson kabi shartnoma imzolayotganlar bir narsani yodda tuting. Siz bu yerdan hech qachon chiqa olmaysiz, hatto qaytib kelsangiz ham. Chunki qaytib boradigan joy yo'q. Rossiyada na uy, na hovli va na kutadigan, sevadigan qarindoshlar bor. Jasading qaytishi mumkin va ehtimol ular uni ommaviy qabrga ko'mib qo'yishar, lekin ruh emas, u abadiy o'liklar ustida dalalarda kezib yurishga mahkumdir, deb yozadi Shavkat.